Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuninglar xayrli bo'lsin. Inshaalloh Qurbon hayitiga xudo xolisa qo'ylarimiz tayyor, Alloh nasib qilsa. Kimga necha kilolik qo'y kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa. Yozib qo'ysanglar, yana xudo xolisa juda ham ko'p qo'ylarimiz, Alloh nasib qilsa. Alloh barakotli qilsin hammamizga. Allohim qurbonliklar qilish hammamizga nasib qilsin. Mana mana shu qo'chqorlar inshaalloh juda ham go'zal qo'chqorlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa. Mesela 35 kilodan tepasiga qo'chqorlarimiz bor. Juda ham zo'r qo'chqorlar, hammasi bir-biridan go'zal. Uylarini oldirib chiroyli qilib qo'yilgan, xudo xolisa. Mana qo'chqorlar. Hammasi semiz jonivor. Ortiqchalik kasal nuqsoni yo'q, muhimi qurbonlikka yaraydigan, qurbonlikdan zo'rini so'yaman deb muhtojlarga go'sht tarqataman degan aka ukalarimizni xudo xolisa tez aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisa. Inshaalloh Qurbon hayit 6-iyunga belgilanibdi. Allohning izni bilan hamma qassob aka ukalarimizga Allohim quvvat bersin, barakotlarni yog'dirsin. Jonivorlar mana qo'chqorlar. Xudo xolisa yana zo'rlari kelyapti yo'lda, xudo xolisa. Bir-biridan zo'r qo'chqorlar bor, xudo xolisa. Hammasi semiz. Semiz qo'chqorlar. Inshaalloh birinchidan xudo xolisa hammanglar belgilab sotuv inshaalloh boshlanadi. Bilmanikini belgilab xudo xolisa Qurbon hayitda chiroyli tarzda so'yib, biza maydalab, pokiza qilib, eng muhimi ana bizaga ish sifati muhim. Son emas, ish sifatini xudo xolisa chiroyli qilib hammani inshaalloh roziligini olishga harakat qilamiz. Duo qilishsa bas. Sog' salomat bo'linglar, yaxshiliklarni ko'rish nasib qilsin. Omon bo'linglar.